Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kech. Sizlarni YouTube kanalimizdan ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xudo xolasa har kuni bugundan boshlab stol stullarni, nafaqat stol stullarni, barcha mebellarni video obzorlarini mana shu kanalda ko'rib turishingiz mumkin. Har kuni iftorlikdan keyin. Hozir Umidjonning sexidamiz, stol stul ishlab chiqaradi. Bundan xabaringlar bor. YouTube kanali ham ustani o'zini kanali, pastdagi telefon nomeri ham ustani o'ziniki. Ya'ni bu degani birinchi qo'l ustani o'zidan stol stul xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, usta, birinchi nimadan obzorimizni boshlaymiz? Xo'p, birinchi mana sheyx modelimizni obzor qilib beramiz. Aha. 12 talik komplekt. Materiallari ABS plastikda bo'lgan, yog'och emas bu. Quyma ishimiz. Stolning razmeri 1.20 ga 3.60 bo'ladi. Stolning gabariti kattaligini hisobiga stolni ham razmerini ancha katta qilganmiz qolgan komplektlarga nisbatan. Shunda 12 ta stuli bo'ladi, buni? 12 ta stul bo'ladi. Razmeri 1.20 ga 3.60 bo'ladi. Materiallari ham mana chiroyli materiallardan qo'yib berganmiz. Bu zakazga bo'lgan ishimiz. Jo'natishdan oldin bir qator obzor qilib beramiz. Orqalarini ham bitta ko'rsatib. Orqa tomonlari ham polni gullar kelgan. Gap bo'lishi. Orqasi, oldi, sidinasi hamma joyi. Yonboshlarida ham gullar bo'lar ekan, buni. Karkasning yonboshlarida ham polni hamma yo'g'i gul. Mana orqa tomoni ham. Bu quyma plastmassa bo'lsa, sinib ketish ehtimoli qanaqa bo'ladi yoki sinib ketish ehtimoli juda kam, chunki yiqilsa ham yoki boshqa narsa bo'lsa ham sinmaydi. Orqasi rezinaga o'xshaganligi, egiladigan material bo'lgani uchun sinmaydi bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Uje hozir sekin-sekin mana Yevropa o'tib bo'ldi, pashti shunaqa narsaga, ABS plastikka. Bizga ham yetib kelyapti, mana ommalashyapti. To'yxonalarda, restoranlarda ko'p xizmat qilganligi sababdan 100% shunga o'tib bo'ldi pashtiya Toshkentda. Shunaqa ko'p joylarda stolning usti ham mana oynali, akvarium fasonda ko'rsatib qo'yamiz do'stlar. Akvarium qilib ishlangan. Gap bo'lishi mumkin emas, yonlari baget gullar bilan boyitilgan ekan. 100%. Noshkasi ham mana yangi noshkamiz, chayon tumba deb qo'yiladi. Bu ham ABS plastikdan ishlangan. O'zi bu stulda mehmoningiz o'tirgandan keyin oyog'i ko'rinmay ketadi, oldi ko'rinmay ketadi. Buni asosan orqasi ko'rinadi. Stol stullarda orqasi ham yog'och stol stullarimizda, ya'ni yong'oq chinorlarda orqasi bunaqa chiroyli chiqmaydi. Yo'q, bunaqa chiroyligi kam. Bor-u 15 million, 20 million ishladi, orqasida gullari bo'ladi. Ha, qimmat bo'lib ketadi. Bular mana orqasi ham juda go'zal ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu material assortimentga qo'yilgan. Ha, xohlovchilar uchun bunisidan, xohlovchilarga bundan yokida bundan ham qo'yib beraveramiz, materialni o'zgartirib beraveramiz. Agar bu uchalasi ham yoqmasa, material sotadigan magazinga borib ko'rsatamiz materiallarni, tanlagandan qo'yib beraveramiz. Qaysi biri tushishini o'zi aytasiz klientga. Bunisi tushadi, bunisi tushmaydi. Endi iloji boricha aboyiga, pardasiga moslab klientni o'zi ham tanlasa bo'laveradi, o'zimiz ham tanlashib boramiz. Demoqchi bo'lganim, materialni guli kichikroq bo'lsa, bularga tushmaydi. Bu ob'yomi katta-yu, bu deyman. Yo'q, endi shunga tushadigan materiallar ko'rsatib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, hammaga qiziq bo'lib turgan to'lov masalalari, puli, dastavkasi qanaqa holatda bo'ladi? Xo'p, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab tekin bo'ladi. To'lovlari boshqa viloyatlarga jo'natadigan bo'lsak, boshiga zaklat tashlash beradi, 1 million, 1,5 million atrofida. Keyin qolganini zakaz tayyor bo'lgandan keyin qaysi viloyatga boradigan bo'lsa, o'sha viloyatning mashinasiga yuklab, shofir bilan gaplashtirib qo'yamiz. Klient o'zini shofir qabul qilib oldim degandan keyin qolgan pullarni tushirib berish kerak. Videoyuzdan telefon qilib aloqaga chiqiladi, qanaqa holatda ketayotgani bog'lab. Vodiydan bo'ladigan bo'lsa, ozmoz zaklat tashlab beradi, bitgandan keyin olib borib beramiz. Qolgan pulni shofirni o'zidan berib yuboradi. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga chiqarish qanaqa bo'lyapti? Xo'p, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham dastavkalarimiz bepul yetkazib beramiz. Bepul bo'ladimi shunda? Bepul. Voy, malades. Gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, o'zingizni xulosangizni kommentariyada yozib qoldirasiga umidamiz. Menimcha bugunga bo'ladi. Narxini aytib o'tmadik. Narxi 15 million 500 ming so'm. 12 talik komplekt. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni endi 14 ta, 16 ta nechta xolasa qilib beramiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, xonasining razmeriga qarab 24 ta, 30 talik, 16 talik qilib beraveramiz, farqi yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat.